Ey nafsim, ko'zingni ochgin. Kelajakda sen o'tiradigan uylar bu qasr uylar emas, hech kimi yo'q qabrlar bo'ladi. Sana atrofingdagi do'stlar xotin bola chaqang emas, sana ulfating qurt va ilon bo'ladi. Sana to'shaging turpoqqa aylanadi. Mayin to'shaklarda yotganingda bir o'tirib andisha qilgan ey nafsim, bu to'shaklar ertaga bo'lmaydi. Tepamizda yoriqib turgan chiroqlarda erta nishonasi ham bo'lmaydi. Mana shu nafasni g'animat bilgin deydi. Nafas g'animat. Insonning umri 50 yil, 70 yildan iborat emas. Insonning umri 3 nafasdan iborat. Bittasi o'tib ketgan nafasiki uni qaytarib topib bo'lmaydi. Chiqib ketdi mana. Endi qaytib kelmaydi. Endi kelajak nafas turibdi. Shu yerdan eson-omon chiqib ketamizmi? Nafasni topa olamizmi? U ham amr muhol narsa. Siz bilan meni qo'limda hozir olib turgan nafas turibdi. Bir marta Alloh deb qolaylik, bir marta subhanalloh deb qolaylik.